SAT matematika savoli. Tenglamani yechishimiz kerak ekan. X ning qiymati nimaga teng degan. Bunda ko'rsatkichli tenglamalarda chap tomon va o'ng tomonlarni bir xil darajaga ko'tarib yuboramiz. Shunday darajaga ko'tarish kerakki, chap va o'ng tomonlarda butun sonlar paydo bo'lsin. X ning qiymatini topishimiz oson bo'lsin. Avval yozib olaylik. Hozir 6-darajaga ko'tarsam, butun sonlar paydo bo'lib, x ni topishim osonlashadi. 3 dan 2 ni 6 ga ko'paytirsak, 4 bo'ladi. Endi o'ng tomoni 2 dan 1 ni 6 ga ko'paytirsak, 3 bo'ladi. 6 ning 3-darajasi. X ning 4-sini topish uchun 6 ning kubini 2 ning 6-siga bo'lishimiz kerak. Ya'ni 216 taqsim 64. Endi bu kasrni qisqartirsak, masalan 8 ga bo'lsam 8 chiqar ekan. 8 ga bo'lsam 27 chiqar ekan. Endi x ni topadigan bo'lsam, 4-yildiz ostida 27 taqsim 8 chiqyapti. Bunaqa javob yo'q ekan, sal o'zgartirgan ekan. 27 taqsim 8 ni darajasida 4 dan 1-daraja deb yozsak bo'lar ekan. Bu javob mana bu kalitda ekan. Bizni kanalimizni kuzatib boring. Yana shunday savollar chiqarishda davom etamiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang.